Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz lavhga naqsh chizish jarayoni bo'ladi. Naqsh chizishni ko'rsatib o'tamiz. Lineyka, qog'oz. Naqshni qog'ozga chizib olamiz, keyin yog'ochga o'tkazamiz. Naqshni 4dan 1 qismini chizib olamiz. Men hozir lavhga ust qismiga naqsh chizilyapti. Islomiy naqsh. Buni o'zingiz o'ylab topasiz naqshni. Mana yarmini chizib oldik. Buni endi kalkaga olib ikkinchi tomonga ko'chiramiz. Biror narsa yasamoqchi bo'lsak, lavh yoki penalni yasamoqchi bo'lsak, shu o'zini razmeriga moslab naqsh chiziladi. Lavh yasamoqchi bo'lsak, lavhni razmeriga qarab naqsh chiziladi. Hozir men shu lavhni razmeriga naqsh tayyorlayapman hozir. Shuni chizib, kseriya qilib o'tkazamiz biz hozir. Laganniki naqshini boshqacharoq stilda chiziladi. U aylana bo'ladi. Qanaydir laganni formasi olinadi, kattaligi, quruqlik aylana naqsh chiziladi laganga. Keyin qog'ozda tushiriladi u ham. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Shu bilan darsimizni yakunlaymiz.